Aziz kuzatuvchilar, bugun Fayzli xonadonda 70 kishiga xizmat ko'rsatamiz. Ko'ring va baho bering. Bugun mijozlarimizga sifatli xizmat ko'rsatamiz inshaalloh. Xudo xohlasa chiroyli qilib narsalarni, ovqatlarni tayyorlashni yetkazib beramiz. Hojidalar chiroyli qilib mehmonlar kutib olasiz. Xudo xohlasa siz bolalar ikkitanglar bu yoqqa, ikkitamiz bu yoqqa qaraymiz. Bolalar hammaga omad, yuzingiz yorug' bo'lsin. Allohu akbar. Bunaqa bo'lmaydi o'zi. Kimga shunaqa xizmatlaringiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz.